Assalomu alaykum hurmatli magazinchilar, obunachilarim. Yana bir fasonimiz. Atamanka modelimizni 5 tali holatda ishlab chiqardik. Kombinatsiyali holatda oyoqlar shunday ishlangan. Bularga e'tibor berasizlar, oyoqlariga. Razmerlari bu chekkadan u chekkagacha 4,5, u chekkadan bu yoqqacha 2,5 metr joyda egallaydi. 3 dona pufiga bor. Kombinatsiyali variantida pufilarga ham e'tibor berasizlar. Xudo xolisa chiroyli holatda ishlangan. Kачестволari zo'r. Jurnalning stollarini buni qo'ysak ham bo'ladi. O'shanda mehmoningiz bilan kuzatadigan holatda bo'ladi. Buni mexanizmlari ishlaydi polniy, tepa past bo'lib. Ularning ham spinkalari suriladi 100%. Buni burchaklariga ham e'tibor berasizlar. Oldingi atamanka fasonimizda burchaklar surilmadi. Hozir bunda 100% suriladi. Xudo xolisa kачестволari zo'r. Ishlari polniy sasna, rossiyskiy machalka, zavodskiy пружина. Oyoqlari 100% yog'och. Materiallari xohlagan ranglari bo'ladi.